Biz nima uchun aqida jihatdan uchga bo'linib ketgan? Savol. Assalomu alaykum hurmatli ustoz. Biz ahli sunnat va jamoa amal jihatda 4 ga bo'linadi ekanmiz. Buning sababini ustoz Muhammad Yusuf namoz degan kitobida nihoyat yaxshi sharhlab beribdi ekan. Hamda aqida jihatdan Maturidi, Ash'ari va Salafi deb 3 ga bo'linadi ekanmiz. Nima uchun biz aqida jihatdan 3 ga bo'linib ketgan? Buningga oid mazmunlarni Uyg'urcha manbalarda uchirtolmadim. Ranjimay, qimmatli vaqtlarni chiqarib buning sababini va jarayonlarini qisqacha sharhlab bergan bo'lsinlar. Alloh ilmlarini taximiz ziyoda qilsin. Ikki dunyolik aziz qilsin. Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Aldı bilan shuni ta'kidlab qo'yish kerakki, aqida degan inson keskin ishongan, to'liq qanoatlangan va uningda ching turadigan g'aybiy ishlar bo'lib, bu so'zning o'zi islom manbalarida kelgan emas, balki islom manbalari bo'lgan Qur'on bilan sahih hadislarda iymon degan kalima kelgan. Misolga olsak, Janobi Alloh Qur'on Karimda payg'ambarmi, mu'minlarmi Parvardigori tarafidan uningga nozil qilinganiga iymon keltirdi. Baqara surasi 285-oyat deb ko'rsatgan. Jibril alayhissalom iymonni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga iymon degan Allohga, farishtalarga, kitoblarga, payg'ambarlarga, oxirat kuniga, shundaqla yaxshisi bo'lsin, yomoni bo'lsin, qadarga ishonishing deb o'rgatgan. Qandaqla bo'lmasin, aqida degan so'z hozir bir istilohga aylanib qoldi. Endi biz aqidani islom dini bizdan ishonishni talab qilgan narsa deb qarasak, bu chaqda aqida yuqorqi hadisdagi iymonni ko'rsatadi. Bu ahvolda mushu aqidani qabul qilmay qolsa, kishi kofir bo'lib ketadi. Navoda aqidani e'tiqod qilish kerak bo'lgan yuqorqi ishlarga munosabatlik bir tutash masalalarning jug'lanmasi deb qarasak, bu chaqda aqida yuqorqi ashu iymonni o'z ichiga oladi va yana uningga qatib shuningga munosabatlik bo'lgan ba'zi bir tafsilotlar ixtilof qilsa cho'ng chatoq chiqmaydigan, ko'z qarash o'xshash bo'lmay qoladigan ijtihodiy masalalarni o'z ichiga oladi. Undaq bo'lgan ekan, birinchi turlik aqidada ahli sunnat mazhab iqimlari orasida hech ixtilof yo'q. Ikkinchi turlik ijtihodiy aqidada andin iqimlarga bo'linish paydo bo'lgan. Paydo bo'lishimi tabiiy ahvol. Bundaq ijtihodiy aqida masalalariga bir qancha misol beraylik. Birinchi, Alloh taolaning sifatlari va uni ta'vil qilish masalasi. Bumi ikkinchi turdagi ijtihodiy masala. Alayliq bir hadisda Haq taolo aytadi: Agar banda man bir g'arich yaqinlashsa, man uninga bir gaz yaqinlashiman. Manga bir gaz yaqinlashsa, man uninga bir g'ulach yaqinlashiman. Manga mengib kelsa, man uninga yugurib boraman. Bu hadisdagi yaqinlashish jismoniy yaqinlashishmi yoki ma'naviy yaqinlashishmi? Alloh taolo yuguramdi. Qanday tushunish kerak? Ikkinchi, Alloh taolaning u kunda pochoq ochiladi. Qalam surasi 13-oyat. degan so'zidan maqsad Allohning pochiqimi yoki bu shu paytdagi dahshat va jiddiychilikni bildiramdi. 3. Qabrda azob bormi? Qabr azobi badanga bo'lamdi yoki ma'naviymi? 4. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Miroj kechasi Parvardigorini ko'zi bilan ko'rganmi? Buningda sahoba kiramlar o'ttirdimi ko'z qarash o'xshashmasligi bo'lgan. 5. Do'zax bilan jannat mangumi yoki vaqtliqmi? 6. Amallarni tarozida o'lchash. Tarozining ikki taxtisi bormi? O'lchangan shay'i amallarning o'zimi yoki savobimi? 7. O'liklar tiriklarning, ziyoratchilarning so'zlarini anglab turamdi yoki anglamamdi? Buningda sahoba kiramlar o'ttirdimi ko'z qarash o'xshashmasligi bo'lgan. Mana mushundaq juz'iy masalalarda ahli sunnat iqimlari orasida ixtilof bo'lishi mumkin. Buningga o'xshagan masalalarda ixtilof yuz berishining sabablari ko'p. Masalan, 1. Dalil aniq bo'lmaslik. Yuqorqi ba'zi oyat hadislardagidek oyat va hadis o'zi sabit bo'lgani bilan dalolati ehtimolliq bo'ladi. 2. Dalil bir-biriga qarama-qarshi ko'rinib qolish. Masalan, qiyomat kuni banda qilmishidan so'raladi va so'ralmaydi degandek. Banda Rabbini ko'rdi yoki ko'rmaydi degandek masalalarda shundaq ahvol mavjud. 3. Tushunish tafakkur usuli o'xshamaslik. 4. Nafs xohishga ergishib qolish qatorliqlar. Ammo bu bo'linishning jarayoniga kelsak, dastlabki asr saodatda yashashga muyassar bo'lgan sahoba kiramlar orasida bir qancha juz'iy masalani hisobga olmaganda aqida masalalarida ixtilof bo'lmagan. Keyin islom territoriyasi kengayib, boshqa madaniyatlarga tava bo'lgan nurg'unlagan millatlar islom dinini qabul qilgandan keyin turli izdanish usullari o'ttirg'a chiqdi.
fikriy soha ilgirki sap ham oddiy soddalikdan alqib intayin murakkablashdi. Ayni vaqtdagi islom davlatida yashaganlar fikr erkinligidan bahramand bo'lg'achqa ozodi izlanib tafakkur qilib o'z ko'z qarashini jakarlash fursatiga erishdi. Burun duch kelib boqmagan masalalarga duch keldi. Yangi ilmlar paydo bo'ldi. Asta-asta turli iqlim mazhablar shakllandi. Olimlar, taliblar va madrasalar aro bas munozir bo'ldi. Natijada Iroq, Mavaraun Nahr, Sham va Misr diyorlarida Ash'ariylar, Maturidiylar va ahli hadislardan tarkib topgan ahli sunnat iqimi barliq qalaymaqan iqimlarga taqobil turib keldi. Hozirga qadar ahli sunnat iqimining bu 3 tarmoqi o'ttiridagi talash tartish asosan ijtihodiy masalalarda bo'lib, kishini ya uyan ya buyan qilib etadigan cho'ng masalalarga berib yetmadi. Shunga bular o'ttirisida asosli tub masalalarda aqida farqi yo'q. Lekin afsus, salafiy iqimiga mansub ba'zi bir yoshlarimiz ta'vil masalasida ba'zi masalalarni aqidaning ijtihod qilishga bo'lmaydigan cho'ng masalalarga aylantirib olib, Ash'ari yoki Maturidi iqimini ozg'un deb qaraydigan bo'lib olmoqda. Bu amaliyotda masalani o'z o'rniga qo'ymaganlikdan kelib chiqqandir. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatullah. Fatvolar majmuasi 1-tom, 25 nomerlik fatvo.